Yaxshi kunlarda diydor uchrashib Xudo muborak bo'lsin. Allohumma robbiyan sinomizda muborak ya anta xayrul muslimin bi rahmatika ya Assalomu alaykum, bayramlar bilan. Avon. Tushirdim уже. Bo'ldi. Milliy taomlarimiz. Sog' bo'ling, bayramlar yaxshi kutib qoling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Akizlar, assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Sog' bo'ling. Ne. Молодец. Do'stlar, farzandlarimiz shunday emin-erkin yurtdi. Shuning uchun ko'p qayta aytaveramiz. Yurtimizni tinchligini, yurtdoshlarimizni sog'lig'ini ko'zlaymasin. Biz uchun muhim. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Sog'misiz do'stlar? Yurtimizni tinchligini, yurtdoshlarimizni sog'lig'ini ko'zlaymasin do'stlar. Yana Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrida Navro'z bayrami nishonlanib boshladi. Bu yon taraf Malliya giraverishdan berkitilgan ekan. Bu yon taraf bo'lsa Mechkolning oldindan, bu yon taraf bo'lsa parkning yonidan berkitilgan. Do'stlar, xudo xolasa ko'rib kuzatib boraverasiz. Bir chiroylisindan like bosib qo'yamiz do'stlar. Hammaga Navro'z muborak bo'lsin. Xudo xolasa Hayit bayramim, ya'ni qo'shaloq bayramlar keldi. Hammangizni Hayit bayrami bilan, keyin Navro'z ayyom bilan tabriklayman do'stlarni. Ko'rib kuzatib boraverasiz. Xudo xolasa qolganini video davomida ko'rasiz. Bir like bilan do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misiz? Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrida Navro'z. Rayonimiz hokimi tabriklab o'tdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Navro'z ulug'lash insonni ulg'aytirish. Navro'zni nasib. Avon, Navro'z bayram. Shiar ajoyib. Bugun bayram. Tabriklaymiz hammani bayram bilan.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sağlıklı, yaxshimi? İkincisi. Assalomu alaykum, bayramlar bilan, yaxshimisiz? Qavatqalarniki ekan mahalla, Qoralar yig'ini. Bayramlaringiz bilan. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Saxtiyonniki ekan, shaharcha, Qoralar yig'ini. Milliy taomlarimiz ham bor ekan. Stollarning hammasi milliy taom. Rahmat, bayramlar yaxshi o'tiringlar, sog' olun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navoiy sayyam muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlar bilan. Bo'stoningizda. Qozabog'. O'zbekiston oq oltin bang. Qaysi turmushingda? Bayramlaringiz bilan, assalomu alaykum. Muborak bo'lsin hammangizga bayramlar. Sog' bo'ling, rahmat. Maşallah, yani. İçinde bir işi başqa ekan lekin, doğrusu. Ajoyib ekan. Assalomu alaykum, bayramlar bilan. Avon. Tushirdim уже. Bo'ldi. Milliy taomlarimiz. Sog' bo'ling, bayramlar yaxshi kutib qoling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Pag'allasa kisamas og'am. Bayramlar yaxshi kutib qoling. Mana. Baraklar turibdi, turibdi do'stlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bayramlar bilan. Milliy taomlarimiz. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Yaxshi kutib olinglar bayramlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Yaxshi kutib olinglar bayramlarni. Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashtirish. Ajoyib. Ulug'lashdir. Rahmat, yaxshi kutib olinglar. Varraklarni ham usurib turibdilar. Yaxshi kunlarda diydor uchrashib, Xudo muborak bo'lsin. Allohumma robbiyan sinomizda muborak ya anta xayrul muslimin. Rahmatga ya. Qani roza mesela gelin bana bir sümelekten dağıtır
Yes, qachon tarqaymaydi. Yuragim zir to'lg'aydi. Ko'nglim o'rnaymaydi. Aymaydi. Oshirgan sunqarimim, qiyaga shunqarimim. Beygiga o'zim qo'sgan to'parimim. Rahmat. Sağ olun. Akizlar, assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Sağ olun. Milliy taomlarimiz. Hammasidan bor. Paraslarni, shalqinapmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Navro'z, ha? Navro'z deb yozib turgan ekan. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Rahmat. Bular taekvondo o'qidi xolos, ha? Inshaalloh, молодец. Ha? Ne. Молодец. Do'stlar, farzandlarimiz shunday emin-erkin yurtda. Shuning uchun ko'p qayta aytaveramiz. Yurtimizning tinchligini, yurtdoshlarimizning sog'lig'ini ko'z tegmasin. Biz uchun muhim. Assalomu alaykum. Inshaalloh. Bugun yana Navro'z ayyomida shunday xursandchilik yana ajoyib. Gap yo'q. Katta rahmat. Navro'z bayramlarini yaxshi kutib olinglar. Sog' bo'linglar. Rassomlarmi? Biz yoqdamiz hakim barakamiz Kızımızla yetiştirdik. Tanlavami? Sivag'da bo'ladi. Osiyo nesini festivalda qatnashyapti. Inshaalloh. 23-da katta neda festival bo'ladi. Havo barakatli qilsin. Omadini bersin. Birinchi o'rindasin xudo. Rahmat. Yaxshi kutib olinglar. Bular qo'l mehnati. Inshaalloh. Bu nodab aytiladi ekan bu? Zirak taqqan mashina bilan banguk asar birlashgan. Ikki mashhur rassom birlashgani. Birlashgani. Yo'nalishi shunday bu. Aha. Yo'nalishi shunday. Rahmat. Bu haqida tushuncha? Kompozitsiya. Bu kompozitsiya. O'zi Aha. tasavvuri. Ha. Gap yo'q lekin. 5 klass. A'lo baho. Bu art yo'nalishi. No? Bu art yo'nalishi. Pop art yo'nalishi. Rang-barang, har xil ranglar. O'lchamlar yana qism sochimiz. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunga? Bir de doğrusu baha qo'yishlar neyam yo'q. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin ham emas bular. Ha. Turkmanlarniki ekan. Ateş oturtdi yana ko'zini yumib. Ajoyib gap yo'q. Bu? Ha. Rangli gips. Aha. Chiroyli ekan. Bu ne? Bu büyük ipek yolu bu. Ya bu ak kiyim değil mi? İnşallah. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Katta rahmat. Ajoyib chiqdi, to'g'risi xursandman. Yana do'stlar ko'rib turganingizdek, shunday san'at asarlarini qo'l mehnati bilan hammasi o'zlaringiz baho berasiz, kommentariya yozib qo'yasiz. Bir like bilan
qo'llab-quvvatlaysiz do'stlar. Bu yoqda yana qo'l bilan tikilgan naylar bularni. Qo'ling dard ko'rmasin. Bahor faslini sizib turibsan. Navruzda yozibsan. Navro'z endi yozasan. Gap yo'q. Qo'ling dard ko'rmasin. Sağ ol. Bu yandan do'stlar qo'l mehnatlari bor. Ajoyib, doğrusu men o'zim xursandman. Sababi har kim men qo'limdan kela olmaydi-da bunday ishlar. Baho berasiz do'stlar. Bayramlarla. Assalomu alaykum, bayramlarla. Assalomu alaykum, bayramlarla. Assalomu alaykum, bayramlarla. Pishgan bor ekan-a? Bostan klaster, mas'uliyati cheklangan jamiyat. Ya mujiklar. Futbolistlar. Assalomu alaykum. Girgindan afiyatlanma. Assalomu alaykum, bayramlarla. Inshaalloh bir kitoblantirishini qilib. Kitob o'qish inson tafakkurini oziqlantiradi deydi. Vatanparvarniki. Vatanparvarda o'rgatilib bo'lgan, mayli, mashina. Bu yoqda motogan bor ekan, kaski bilan. Ajoyib. Bayram boshlayapti, xudo xolasa. Ichki ishlar xodimini nalari bilayna. Ichki ishlar xodimlari ham bor. Ya Bahram abi, yana qarab turasizmi?
Rasman suryapti, tez qarab qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bayramlar bilan. Rahmat, sog' olun. Mana amfiteatra bormi? Bu yilgi Navro'z muqaddas Ramazon oyida uning tabarruk fazilatlariga uyg'un holda o'tayotgani bayramga alohida ruh, o'zgacha fayz va quvonch bag'ishlamoqda. Azaldan bu qutlug' ayyomni Sharq xalqlari, shu jumladan mamlakatimizda ham kun va tunning tenglashgan pallasi sifatida katta shodiyona bilan nishonlab keladilar. Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir degan bosh g'oya asosida ovul va mahallalarimizda hamyurtlarimiz Navro'z ayyomini ko'tarinki ruh va shod xurramlik bilan qarshi olmoqdalar. Navro'z kunlarida bobo dehqonlarimiz rizq ro'zimiz, dasturxonimiz qut baragasini o'ylab ona zaminga o'z mehrini berib, mo'l hosil olish niyatida qattiq bel bog'laydilar. Buyuk bobomiz Mir Alisher Navoiy ta'kidlaganidek, dehqonki dona sochar, yerni yormoq bilan rizq yo'lini ochar. Bu so'zlarda chuqur hayotiy ma'no mujassam. Bu bayram tabiat uyg'onishi, yangi hayot va ezgu orzular timsolidir. Aziz eldoshlar, ana shunday ezgu qadriyatlar tufayli yurtimizda aholi manfaatlari va ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, jamiyatning hech bir a'zosini mehr va e'tibordan chetda qoldirmaslik, ovul va mahallalarimizni obod qilish, yer va suv resurslaridan, barcha tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish ustuvor vazifamizga aylandi. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida nishonlanadigan Navro'z shodiyonalari yangicha ruh va mazmun kasb etmoqda. Qadrli do'stlar, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida barcha sohalarda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Tumanimizda ham aholi farovonligini oshirish, infratuzilmani yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalarida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa mahallalar obodligi, aholi turmush darajasini yuksaltirish, xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish kabi muhim yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Jumladan o'tgan 2025-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 907 milliard so'm, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish 204 trillion so'm, jami xizmatlar hajmi 880 milliard so'm, chakana savdo hajmi 950 milliard so'm, qurilish hajmi esa 540 milliard so'mni tashkil qilgan bo'lsa, joriy yilda barcha zaxira va yangi imkoniyatlarimizdan foydalangan holda mazkur yo'nalishlarimizni 2 barobarga oshirishni reja qilganmiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-20 avgust kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifida Saribiy ovulida 10 gektar yer maydonida investitsiya kiritish hisobiga zamonaviy bozor qurish uchun yer maydonlarini ajratish topshirig'i berilgan edi. Kuni kecha joriy yilning 5-mart kuni hurmatli Prezidentimizning 15-sonli farmoyishiga asosan ushbu bozorning hududining yer toifasi o'zgartirilib,
mazkur hududda 150 milliard so'm investitsiya kiritish hisobiga zamonaviy bozor tashkil qilinadi. Mazkur bozorda 58 milliard so'mlik yillik bozor aylanmasi amalga oshiriladi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, muhtaram Prezidentimizning joriy yil 5 fevral kungi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, doimiy ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish to'g'risidagi 49-sonli qarorida hududlarda barqaror va yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish, loyihaviy yondashuv asosida mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish, rasmiy bandlikni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy qilish, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish belgilab berildi. Ana shunday xursandchiliklarni Çakası. Bir yandan oturmayın, arayandan gibi. Reşit ona birisini ayıp diyorsa, arayandan var mı arayandan?